uydan chiqmasdan kontrakt to'lash imkoniyati mavjud. Sizlarga buni ko'rsatib o'tib ketaman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, hech qayerga bormasdan uyda o'tirgan holatda osongina kontraktni to'lash imkoniyati mavjud. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Buni ekran zapis qilib bo'lmas ekan programmalarni xavfsizlik nuqtai nazaridan. O'shaning uchun videoga tushiryapman. Hamma programmaga kirsanglar, mana shu asosiy to'lovlar qismida ta'lim yo'nalishi bor. Mana ta'limga bossanglar, birinchida ko'rib turibdi, mana aplata kontrakta deb turibdi. O'shanga bitta bossanglar, o'sha to'laydigan odamni raqami bo'ladi. Mana o'sha raqamni hozirlik uni ham ko'rsataman. Pinifil raqami o'sha shartnomada bo'ladi, mana shu joyda. Mana shuni bittagina yozib olasizlar, Pinifil raqamini. Ism familiyasi hammasi kelib chiqadi va dalshi. Keyingisini bosasizlar. Ozgina qotyapti. Internetimiz slabiylik qilyapti. Hozir qaytadan qo'shib yuboramiz. Xo'p. Pinifil raqamini kirgizgandan so'ng mana to'lov summasini yozasizlar xohlagancha. Masalan, shuncha to'lov ketdi. Dalshini bosasizlar. Kvitansiyalar bilan chiqarib keladi. O'sha kontraktda o'qiydigan odamning ism familiyasi, instituti, nomi, hammasi kvitansiya holatda chiqib keladi. Bu hamma programmalarda bor. Click, Payme, G'azna, shunga o'xshash to'lov qilinadigan barcha programmalarda mavjud. Uydan chiqmasdan turib, bankka navbatga bormasdan turib, bemalol kontraktni to'lash imkoniyati mavjud. Balkim buni bilganlar bo'lishi mumkin, bilmaganlar uchun video obzor bo'ldi. Hammaga rahmat, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.